Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan biz matematika o'qish metodikasi fanidan boshlang'ich sinflarda massa va sig'imni o'rganish metodikasi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Xo'p, bu miqdorlar o'quvchilarning amaliy faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lib, ular bu orqali bolalar real hayotdagi buyumlar xossalarini matematik anglay boshlaydilar. O'quvchilardan massa va sig'im haqida aniq tasavvurlar hosil qilish, o'lchash jarayonining mohiyatini tushuntirish va o'lchov birliklaridan ongli foydalanishni o'rgatish asosiy ahamiyat hisoblanadi. Massa va sig'imni o'rganishning asosiy vazifalari sifatida buyumlarning og'irligi va sig'imi bo'yicha taqqoslashni o'rgatish, standart o'lchov birliklarini kiritish va ulardan foydalanish, o'lchov asoblari ya'ni tarozi, idishlar bilan tanishtirish, miqdorli masalalar yechishga tayyorlashdan iborat. O'rgatishning asosiy metod tamoyili sifatida biz quyidagilarni olishimiz mumkin. Birinchisi amaliylik, ko'rgazmalik, izchillik hamda faollik. Amaliylikda esa o'quvchilar o'lchashni bevosita bajaradi, tarozi idishlari modellarini qo'llaniladi, tushunchalar bosqichma-bosqich shakllantiriladi, o'quvchi jarayonda faol ishtirok etishi ta'minlanadi. Xo'p, massa tushunchasini shakllantirishda ketma-ketlikka qat'iy rioya etish kerak. Massa tushunchasini sezgi asosidagi bilimlardan boshlanadi va quyidagi bosqichlarda o'rgatiladi. Dastlab ularni sezish, buyumlarni qo'lda ushlab ko'rish orqali o'quvchilarda sezish, og'ir, yengil farqini anglash o'rgatiladi. Keyin ularni ikkita buyumni bir-biri bilan taqqoslash o'rgatiladi va oxirida tarozi yordamida o'lchashga o'rgatilar ekan. Xo'p, massa o'lchov birliklari boshlang'ich sinflarda kiritilgan asosiy massa birliklari va ularning munosabati sifatida biz eng kichik gram, kilogramm, sentner, tonna kabi tushunchalarni o'tamiz va ular orasidagi munosabatlarni o'rgatamiz. Dastlab eng kichigi gram va kilogrammdan 1000 grammga farqi bor. Sentner esa 1 sentner 100 kilogramm, 1 tonna esa 10 sentner ekanligini ularda o'rgatib boramiz. Bularni o'rgatishda tarozi bilan ishlash qoidalari o'rgatiladi. O'lchash natijasida to'g'ri yozish ko'nikmalari shakllantiriladi. Sig'im tushunchasiga keladigan bo'lsak, sig'im idishning ichiga qancha suyuqlik sig'ishini bildiradi. Bu tushuncha idishlar orqali shakllantiriladi. Dastlab ularda vizual taqqoslash, idishlarni ko'z bilan taqqoslash o'rgatiladi va suyuqlikni quyish va solish orqali ularning katta kichikligi, ularga qancha suyuqlik ketishi o'rgatiladi. Sig'im o'lchov birliklari sifatida biz asosiy o'lchov birligini litr qilib olganmiz va undan kichigi esa millilitr hisoblanadi. 1 litr 1000 millilitrga teng ekanligi ularga o'rgatiladi. Demak, sig'im o'lchov birliklarini o'rgatayotgan vaqtimizda, massa va sig'im o'lchov birliklarini o'rgatayotganimizda o'quvchilarda eng ko'p xatoga duch keladigan joy massa va sig'imni aralashtirib yuborish, o'lchov birliklarini noto'g'ri qo'llash, o'lchash natijalarini noto'g'ri yozish va bunga yechim sifatida biz ko'proq amaliy mashqlar o'tkazish, real hayotiy misollar keltirish, muntazam takrorlashni ta'minlash yaxshi samara berar ekan. Xo'p, massa sig'im o'lchov birliklarini o'rgatganimizdan keyin ularda kutayotgan natijalar to'g'ri metod natijasida o'quvchilar quyidagilarga erishadi. Massa va sig'im tushunchalarini anglaydi, o'lchashni amaliy bajarish va birliklarni farqlashni o'rganadi va matematik bilimlarni hayotga mustaqil qo'llashga o'rganadi.